Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayi abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga xoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler söhbət programımızda uzun yıllardan buyon Kanadada yaşayotgan Turdish hojimning hayotini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Turdish hoj aka. Bugun programmamizda sizning hayotingizni bir tanishtirgan bo'lsak, siz qayerda tug'ilgan? Dadingiz kim bo'ladi? Kichik vaqtingizdagi va asrlarni so'zlab bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom Abdurahmon. Endi men o'zimniki tug'ilgan vaqtidan tortib o'zimning jutumdan hamma narsani men ta'mi shu chet elga ko'chib ketkichilik bo'lgan ahvollarni ko'rganlarimdan buni so'zlab beray. Birinchi men o'zi otishning Kaltayliq Tijen mahallesida tug'ilgan. 45-yil tug'ilgan men. Endi vaqt dadamlarning deb berishdi, endi dadam bizning cho'ng dadamizni shinisi tutib ketgan. Mening ayolimning cho'ng dadasini shinisi tutib ketgan. Ular ham biz endi ko'rmagan, bilmagan tug'ilmagan vaqtlarimizda endi u. Keyin endi biz tug'ilib, endi 49-yili bu Xitoy tajovuzchilari bizga Sharq Turkistonga besib kirgandan keyin o vaqtda 52-yili yer islohoti ijara komitiya bo'ldi. 6 yoshgacha men 6 yoshimda 1 yil diniy maktabda o'qigan. Ondan keyin shu 52-yili shu ijara komitiya yer islohoti shu vaqtlarda qalamqonchilik bo'ldi. Shuni ular o diniy maktabni to'xtab qoldi. Shuni ular yerda biz oilamiz bir cho'ng dadamizning akasi o Pomichek biz Baydixon oilasidan chiqqan. Dadamlar shu Baydixon bo'lib, shu ham chorvachi, ham dehqon oilasida cho'ng bo'lganda menimda. Keyin bu 52-yili shu Pomicheklar Baydixon ayrılgan vaqtida Uyg'urlarni o vaqtida 8 turga ayirgan. Shaharni 4 turga ayirgan. O vaqtlarda kishilarni yaxshi bilaman-da. 7-8 yoshdan kirib qolgan vaqtlari bu. Masalan, birinchi Zomigar, ikkinchisi Pomichek, uchinchisi Baydixon, to'rtinchisi yerni ijara beruvchi. Beshinchisi Halliq O'ttirdixon. Oltinchisi O'ttirdixon. Yettinchisi Kambag'aldixon. Oxirisi Yallanbidixon. Bular 8 turga ayirgan. Endi shaharni burjuaz, baychorvachi, yek tijoratchi, qo'li marvanda 4 turga ayirgan. Uyg'urni shuni bilan 12 turga ayirgan. Xitoylarda hamda. Shuni bilan bu 52-yildan keyin 12 turga ayirib, ta kooperatsiya qurilguncha bu Xitoy hukumati shuni bilan o'zini toza urushib olib, butun yollanmalarni yig'dida vaqtlardan yollanmaning bolalarni yash sizdek bilim tarbiyalab, yollanma deganim birisining uyida 5 kun 10 kun ishlab, yana 5 kun uyida yetib jambaqada qoldi endi. Bundan yig'ib tarbiyalaganda vaqtlarda. Shunun tarbiyalab tövünden ta yuqori bo'lguncha asosiy yollanmalarni tarbiyalagan Xitoy. Bundan mayli saqchi bo'lsin, Gumshanning shujisi bo'lsin, naayning bo'lsin, viloyatning bo'lsin, Abdullahin idora jamiyatlariga butunlay shu yollanmalarning bolalarini tarbiyalab chiqsagan.
O vaqtda yollanma kambag'allar 10 turlik odamning ustidan kurash qilganda bularni vaqtida. O vaqtda bir o'g'ay she'rlardan biroz hozir unutmaganman men. Ben şu vaqtda bir dep yarışlar ijara etishga vaqtlar. Şu vaqtdan da bir-birini qichqirishib qo'ylarni so'yab, malidagi kambag'alni talmirtib qo'yib, yo'g'on qo'saq begil patlar yo'qolsin. Yaşsın deme daimiz icari etishni qarshi olamiz. Deb vaqt mavzuni resmini ko'tarib, butun odam shunday to'lab qarshi chiqqan endi. Shuna bilan bu idora jamiyat ularni tarbiyalab, bilmaganini bildirib, o'qitib, qilgandan keyin oyma-oy ularni o'ylariga ancha-muncha oylik berib, cho'nglarga, noilalarda viloyat ishlaganlariga mashina, shofir bekitib, Xitoycha o'qitib, Uyg'ur tarbiyalab, bunday qilgandan keyin oyda bir o'ylariga go'sht, moy, guruch, yem-ichmakni taqib bergandan keyin ular o'sha zodi bizning Xitoy dadamizga degan kelganda ular dadamning mavjushi, anamning mavjushi deganda shular. Endi hozirgi kelishmi shu yollanmalar udab ketdi, lekin bolalar bor. Shu idora jamiyatlar bolalar urushliqda endi. O vaqtdagi kishilar shunday hamda. Endi 56-yil kelgan vaqtida o kooperatsiya qurildi. Kooperatsiya qurilganda u 52-yil butunlay hammani musodara qildi. Baypumchilarniki kambag'alligi oltin kumushni Xitoy oldi. Qolgan ketman teshan uyidagi kiyim-kechak, gilam-pilamni shu kambag'allik ulashtirib bergan. Oltin hammani urib bog'lab uni qilgandigan qo'qab ketib, shuni ularla oltin boyanimi, kumush boyanimi hammani deb bir buni hammani yig'ib olgan Xitoy. O kambag'allik bergan yo'q oltin kumushni. Shunday qilib 56-yilda endi kooperatsiya qurilganda yerdan chiqqan dehqonlarnikini hammani birlashtirganda xamanni deb tizliqqa bug'doyni 20-30 odamnikini bir 20-30 oynikini yig'ib xamanni bir yerdan olgan bular. Shuni bir yerga yig'ib 58-yil kelgan vaqtida komuna qurildi. Shuni bilan biz 59 yil biz yenib chiqdik. Bu komuna qurilganda 30 oila, 20 oilani bir oshxona qilib qo'ydi vaqtida. Shu oila bir oshxonada tamoq yedi. O vaqtda shu baylarning o'ylarini hammani aqtirib, ko'mak qo'ygan oshliqni hammani yig'ib ele-ele uyda birdan oshliq qo'ymaylar. Hammani yig'ib olgan vaqtda. Yig'ib olgan yerim yo'qda uyda. Shu oshxonada yemay amali yo'q. Shu oshxonada non berdi, ammo osh tamoq berdi. Ikki vaqt osh var. Hamma odam o'zi ko'rlarini ko'tarib oshxonaga bordan gapirdi. Shu hozirgi shu komuna deganni masalan biz bo'libmi keyik, yoshlar faqatla ongni tushunmaydi. Shuni bir tafsir ichangiz nima bu? Ya'ni qanday ishdi komuna degan? Komuna deganda shu vaqtida bir cho'nglar degan komuna degan bir kama kirish chiqolmaydi deb laqabni qo'yib qolganlik ketgancha vaqtida. Hamma odamni yig'ib bir kommunada birlashtirib qo'ygan. Hali shodi dabi deganlar bir shodi bir bir shodi bir oila bo'lib qolganda bir bosh qozonning tomog'ini yeydi. Yarmi birga ishlaydi. Dehqonchilikni birga qiladi. Bu ayrim ish yo'q. Kommuna degan shu. Kommunaning maqsadi ham shu umuman birlashib ish qilishgan degan gap. Xatni tarqab o'z oldiga ish qilishgan degan gap emas aslida. Kommuna shunday bo'ldi. Endi 58-yil kelganda bu kommuna shunday bo'lib bu umumiy shamol Anadaki bu Polat Temir vaqtida bu nurg'un odamning shu maktab bolalarini qoldi ayollar bilan qolgandan hammani taqtaq ichkitib ruda tashlab temir qoldimizda bunday ishlatdi. U yerda uyga ketgan odamlar bor. Shu taqda qada muzlab qolganlar bor. Endi o Pomutchik Baydixon deganlarni o zodi bir kun aram yo'q quloqlarda. Shunda olib 58-yil endi yana yer buni qarshi chiqqanlar chiqqanda. Kommunaga qarshi chiqqandan keyin uni yerlik millatchi dedi. Buzuq unsur, 4 xil unsur, 5 xil unsur deb o 3-4 atni qo'yib yana qalpaq keldilar chiqdi. 12 turlikning ustiga 5 turlikni qo'shdi yana.
Onun kol kaldığını kol gelir, şaya turmuğa 80 tam deyiniz, 40 yılcın deyiniz, turmuğa kapırıp. Nurgay'dan ülep kettenmisi. Uvat kolga kaldı. Alpamış bayda kaldım kolga kaldı, hemiz aşağı ülep tükep gitti. Muş Altay'ın kazaklarının, Nurgun kazaklar aşağı ülep tükep gitti, Osmanlı vaxtadaki kazaklar. Soğukta goşma yap, çoğun kalıp, o sıkıçıdamaya aşağı ülep gitti. Endi bu 58. yılı aşına olan Nurgun adam yani kalpak giydirip, kol kaldığını elip, cazalap, aşından olan Nurgun adamını berbat kılıverdi de bu Xitay. Bu Xitay tacavuzcuların şu oğur degen birisinin oğuluk kirse mal dünyalarını bulayman, karşı çıksan öttürmen dep kirdi de. Yani Xitay'ın ahvali şu ki bizge kirgendik, tacavuzcu olgandik. Biz ayrım bir devlet de, bu adetdeki bir Xitay'nın bir koşuvalıdığın bir adım emas da, bizim milletimiz mi ayrım, ziminimiz mi ayrım, biz tarihten beri milyon yıllarca biz göze Allah yaratkan özümüzün tıpırıkı da o. Endi bizim şöyle yaratkan, ne devlet kurgan, ne davamlık devlet ulap doğan millet de biz. Xitay'la eşkanda yerimiz buna koşulmaydı onunla. Biz şu devletimizi kuruşumuz gerek değil mi? O kalan gep bizge eskatmaydı, o kalan geple kuruk gelpemisi. Endi 58. yıldan keyin 59. yılda şu Brezilya üteplam, anodikileri açlıkını hemen jıgı vargandı ki açıkçılıkını yürgüzdü de. O vakti kadını uyudmayı yediren bulmagandı ki Nurgun adam şu 60. yılda anodikin açıkçılıkta ülep gitti Nurgun adam. Adresmiş baylayı da onun adam ülepti ki şu açıkçılıkta. Şu vakti bizimki öyle şu ülgüzüler gibi de neyzini tıkıp aktığı vaktidan şu 58. yılı. Şu bir eğilinin nemisi gibi de şikini kaldığı umuruk olap aşağı kıybap koygan buğday konak varken şunu kıybap diken de şöyle içip ya biz kıynalmayı şunu olan şu vaxtıda 10 kilo buğday 100 son kuşlukta yapılma. Konak 80 son bu vaxtlarda şunu setip 59. yılı bizim burun da çıketken akımız şu Gulcu'da, Börtüla'da, çarvıçılıkla şoğullanıp bizim şu vaxtda da akıçıp çıkan. Şu vaxt keçip çıkan biz hem de. O vaxt köz tutuvarsa şu vaxt yani solaydı hem de. Şu keçip çıkan bette biz hem de şu Gulcu taraflı olduk da. 60. yılda şu 61 şu açarçılık ulat gitti. 62. yılı kelgen vaxtıda Gulcu'dan mayva qaysdaydigan iş çıktı hem de. Onu da Gulcu üze məxsus Sovetki beleş sattı, 5 gün. Biz o şu vaxtda Gulcu'da değil mi? Yaş vaxtlarımız hem de küçük. 5 gün üzü katlaştık, hakkı beledini satkandı ki, hakkı beledini elip, maşinayla meneyedi, o piyadımı mandı, maşin yetişmişse. Maşinat esirip çıketken yaş vallahi hemiz kopap Sovetki mandı hem de. 5 gün dekin onu tok tutup koydu ne. Beledi tok tutup koydu, katlaşık şu dağın hem de her bir ayından udulu doğan deyip bastırıp kırıp lamaş aynak peynek çekip besip kırgen o neçimin adam da her bir ayında pülümüt koyatla o adam da kırıp etti vaxtıda. Şu vaxtında şu adam kopat keçip şu o katkanda keçip kettim de şu yolda. 61. yılı mı? 62. yılı. 62. 5. ayının 29'da. Şuna deken o adamlarını keyin anlasak şu ölgelinmiş görücülük devine Yamatı dediğin bir yeri var. Şu Yamatı'da deryanın boyda görücülük devine şu ege küm bitip doğup anlagattık bize ölgelerini. Şu keçi içi tazılap hem de. Yani bazılar o vakit yokap ketkende ballarını Sovetki çıketti değil mi derim bu naidin kegerle. Ameliyatı ülep belki maç görücülük da cılgının aslıdı da o adamda. 62. yılı mayra kasıda şu vakta 60 bin adam geçmiş ketken. Enandaki vakti Gulcu'da şu konsul olap, Urus'un konsulu. O konsulda Abdurrahim Nasim degen bir adam, Nail degen bir Tatar vardı. Bunlar şu konsulda işlettiken, Nail hazır yine de Avustralya'da. O Abdurrahim kemni anlatıp köçep çıketken veya da ülep gitip de Gulcu'ya gelip. Yani pasportunu satıda çıktıkken de konsul. Nurgay'dan pasport sete vargan. Gerejdallık, Sovet'ne gerejdallık pasport.
Şunun bilan şu Sovetning garajdanlik pasporti bilan endi ko'chab manganlarni aytishdi endi. Yo'l to'xtagandan keyin, pasport olgandan keyin shu garajdan. Şu 62 yılda tartib, anada keyin 63 şu ko'chab mangdi. 64-yili kelgan vaqtda Shaju harakati deb yana bir harakat yurgizdiqda. Bu harakat yurgan o 62-yilda Shijunjuchi chetga bog'langan deb u yana atni qo'shdi vaqtda. Uni Shijunjuchi dedi vaqt, Sovet qashqanda. Chetga bog'langan unsur deb. Şunun 64-yilda Shaju harakati deb harakat qo'zg'adi da Xitoy. Şu erkek qo'zg'agan vaqtida hamda u butunlay to'rda chiqib qolgan Pomuchik deb yana nurg'un ashallaq allaq o'ttirdi ham bilan o'ttirdi ham Pomuchik qilib etdi. Butun ham bizning 80 nayning ham yerdi bular atqashdi. 10 viloyat 80 nayda vaqtida. Alipka sizning G'o'jiga nima sababdan qanday chiqib qolgan? Shu Pomuchik ailesi bo'lganligi uchun surgun bo'ldimi? Ya'ni bu qanday davrda yani o vaqtda? O vaqtda biz şu 59 bu dadalarımız banda buruna dadısını şans etib o'qib ketgandan keyin ana Baydix ailesi deb davomli qapirib kurash qilib bunda qilgandan keyin shuni ularlar akamiz kelib bizni o'pchiketga ketishdi. Shuni qo'pab qochgandik-da. Sovet nimaga G'o'jaga. O vaqtda ishkari bilan tashyo'liga chiqib shuni ularni qaramashinda keçisi menep gündüz yetip bunda oğuluk çıkaşkan vakit taş yol, semet yolu yok vaxtlarda. G'o'ja vaqtda neçe günde bardıgan vaxtlarda endi. Aşında geçip çıkan. Hacımka siz benim bilişimce yani hazır özünü dep ettiniz yani aileniz yani bir allık aileden yani zamandaki Baydixan yoki Xitoylarning ismi mesela Pomuchik Baydixan degan nomda qo'yganki va o'g'lingiz mesela Xitoyning qo'lida yurganki ham siz mesela keyingi vaqtlardami tijoratda qilib to'lg'an boylardan bo'lib vatanda tijorat qilgansiz nima sabab bilan chetga chiqib ketib qoldingiz? Hamda men buni ma'noning oxirida shu gapga tushdim-da. Shu Shaju harakatidan keyin o vaqtlarda hiç qilmadik. Shaju harakati tugagandan keyin o vaqtda men nurg'un odamni Xitoy shunda qalpoq kiydirib, qo'lga olib, shu ishlarni qalamqon bo'lib, zodi xalqni bek qirg'inchilik qildi Xitoylar. Uning keyindan madaniyat inqilobini yurgizdi. Madaniyat inqilobida shu vaqt men bir kooperativ ishlaydim. O vaqtda o'lmagan vaqtlarimda bu. Shu vaqtda hamda madaniyat inqilobida ikki xil ko'z qarash bo'ldi-da vaqtida. Xonzo'xo'y, Chivoxo'y deb. Oddiysi bir o'yda, dadisi bir ko'z qarashda, bolasi bir ko'z qarashda ular sen Xonzo'xo'y kelsa, sen Chivoxo'y kelsa, ikkisi dovlashadigan ish chiqdi vaqtida. Chivoxo'y deganda bu hukumatlik arboblarni qo'llaydiganlardi. Xonzo'xo'y degani ularga qarshilardi. Bularlik Dinshoping shu vaqtida Liding tog'ini yo'qotayli deb shuar chiqqan. Liding tog' degani shu Lishovchi, Dinshoping tog'ju degan uchini. Mavzudan shuni qo'llanganda madaniyat inqilobi. Shuningdek biz ham bu vaqtda shu madaniyat inqilobida endi shu ishlar bo'lib ketdi, jiq qalamqonchilik bo'lib ketdi, atadaganni aytayotgan, kesadiganni kesayotgan. Aslında olub onun dikin 69-yıl 60 şu medeniyet inqilobida bir radio stansiyasi qurildi arası. O radio vatanni qutuldirish radio stansiyasi. Qayerda taqtabdi uni? O radioni endi qurganda asli Almatada Qunayib boshliq bo'lgan prezident bo'lgan vaqt ekan u. Shu Qozog'istonningki qurganda uni. Endi keyindan Tayvanning radiosi qurilgan vaqtida Uyg'urcha. O Tayvan'da mı bir ayar sözleydi, turpanlık bir ayar Uygur sözleydi. O Tayvan'dakini 67-yılga hiç anlaydım. Köçep çıkıp ketkendan keyin endi anlamadım. Endi hozir bari yo'qni uqmayman 67-yilgacha Batı Tayvan'ni. Ammo vatanni qutqizish radiosi hozir radioda emas u radio. Shu davlatni ozod qilish radiosida endi bu. Butun xalqni qo'zg'ash, Xitoyga qarshi turish, Xitoyni qo'llab chiqarish Aslında radyolarında o. Onu şu Qunayibning vaqtida qurgan ekan, uni shu
Şununla G'o'ljigandan teşkilatını kuruldu da şunun üstü. O teşkilat kurulganda onu Jitimen deb at koydu o teşkilatını. O Qunayibni uruslar o vaqtda tutuplar, Qunayibni ag'dirib tashlab, nurg'un qozoqlarni bastudi Olmatada. Enadekin bizninkini uruslar pash qildi-da, endi G'o'ljidikini. Pash qilib endi vaqt nurg'un odam tutilib ketdi, etilib ketdi nurg'un odam. Masalan, Abdujabbar deymiz, Akfishkisni atdi. Abdushukur deganni atdi. Rabiyada bir ayolni muddasiz kesdi. İmunovning ikki qizi shu uyda saqladingda. Ana keyin 15-yil unda kesgan odamni jiq bilan jiqni bilaman. Bizning bir tag'imizmi o vaqtida turmida umma yatdi. Shu vaqtida unda birisi meni sen mush tashkilotga kirsa deb u bir gumishning shajan bo'lgan odamda u. O Shulaytda men bu askar bo'lganimki. Tanışattık da endi o adam. O adam dedi ki, ben de bir tağımız şu vaqtda turmada. Bu adamın da adamı tağımız turmada, yok kunda oldu bu teşkilat mı? Endi o ayaktan paş qilib ko'rsa taqulami deb turib, kelar yakshanba kuni boray deb qo'ydim da men. Lekin bormadim. Shu 69-yili 11-oy vaqtda harbiy holat bo'lib, G'o'ljida shu tutun qilgan vaqtda shuni ular tutib benim tutup ketdi vaqtida. Şununla u yerda bir 2 yil turmada yotdim. U yerda men ixro qilmadim. Sen tashkilotda bormi dedi, yo'q dedim. Ammo ala biz bağan terbiyelensak kelar yakshanba kuni keladigan kamida deb u deb qo'yapman o tutilgan vaqtida. Shuningdek meni ideya jihatda yutib bo'lgan, lekin tashkilotni bilib turib pash qilmagan. Ben 2 yil yotdim. 2 yil yetib, 1 yil andin xumdonga chiqib 1 yil kesak qo'ydim. Kuniga 1000 kesakni olib kesakni. O'zib qildi 1 yil qo'ydim 1000 kesak. Shu 3 yilda ozod bo'ldim yani. Yolg'on bo'ldi-da mening. Uni tashkiloti yo'q bo'ldim. Ben o tashkilotni qurilgan vaqtda nurg'un odamlarni bog'lab meni aş öydün bir gümayoga chiqib buni ravus tutayli degan da'vat etgan. Kirsam bir meshga bir o'tni qalab qo'yapti. Qapqoqni elib tutib qap qizil cho'g'. Bir odamni bog'lablar meshga inishtirib qo'ydilar. O talab aş su meshga tushgan ekan, u bir ajoyib bo'ldi ekan-da endi u. Bir tunganni bog'lab uni isib qo'yapti. Shuni qamchiligini urib, shuni tunganni orqani kesib yoy polga tushdi. Chiqib talab tashib etdi. Şunu buzunu qallamaş qıpqızı çoğunu mındal yaqtı da bir Xitoy. Yaqında buzunu ko'yib ketdi, qilgandiga saqqigan deblam talaga chiqib tashib etdim. Şu bir simqamcha yo ko'yza kushen. Ashil turda u ko'yza kushenini nayib jiq saldi mağanda vaqtda. Ben lazım ixro qilmadim endi. Yo'q menda hech qanday ish yo'q dedim. Keyin endi tijoratni shu vaqtda maxfiy tijorat var endi vaqtlarda. O ticaretin maxfiy qilib turmiz deydi, qilmasak bu hayot ko'chirish bo'lmaydi bu vaqtda. Shuningdek, umumiy bu tijoratimizda bu qilgan ishlarni pash qilib qo'yganlar bo'ldi endi. Kimdan oldim desa, palondan oldim deb meni deb qo'yganlar bo'ldi ish kuchaydi. Uni buni ixro qilmadim men. O'tirgan odam yo'q-da, uni biladigan men ko'rgandim deydigan. O'tirgan odam bo'lmaganki, o vaqtlarda oqitdi u gapchi. Ixro qilmasa. Hozir vaqtmas bo'ldi qo'limda gapim. Shuningdek, meni endi aksini qilibchi hayonkash deb. Shu bo'ylamga taqtayni esib, u vaqtda bu yangi o'ylangan vaqtlarim. Shu qarshiyada xatni yozib, o 10 kishi yig'ildidan necha qatim meni dong'aytib. Mening keyinimga nurg'a odamni yana bor dong'aytib bog'lab qo'ygan. U mushtirga oldim ba o odamlar. Mana bu shunday qilib shu kunlarni ko'rib 60-70-yili shu kunni ko'rdik-da endi. Beshimizdan shu ish o'tdi. Onqicha bir mezgil o'tiblar, mana Vyetnamga Xitoy besib kirgan nechinchilik shu? Vyetnamga Xitoy 70-nechinchili shu 74-mi shu besib kirgan vaqtida Urusning tajovuz qilib kirdi ekan deblam G'o'ljiga bir aeroplan chigiridan shunday uçup çırağını yandırıp kısa Çıngiz Oğuzgelli'ne jimni ko'z ko'rindigan Uyg'ur aeroplan keldi o.
Şunun Xitay degan qo'pab qochdi Xitoy G'uljidan. Bütün ballarını qara mashinaga solib, oldi keyni xat yozib pochtadan soldi. Taze birinci, ikinci soğuk vakti o. Ama Bo'rtala, G'ulja hammasidan qochib, oyliqlarini taqib deb ular şu oblastning boshliqlari qochdi. Yo'lni to'nlab nurg'a Xitoy uylab ketgan o'jilar. Keyin endi Xitoy Vyetnamdan chekilgandan keyin urush to'xtab qoldi-da endi vaqtida. Burunni o vaqtida madaniyat inqilobida Xrushchev deydigan şumuş hareketlerge şu yollarını aydurum kılıp yasap, tağının içine tegini aydurum kılıp, aşağıdan azat kılıdığında Xrushchev. Mavzdan şu Xitay'ın sen birdi goş, dep şu bizim baktığımız gerçi o İslam'ı, bana şu yok oldu, o Xrushchev tahttan çıkıp gitti de, bunun şu vakti mi devlet olamız biz. O işler olap tügedi. Şunu olandı bu bize şu işler şu bize avarçılıklarını taattık. Japanı taattık. Eli kolumuzda burun çargıçından az dolu birinin boğanlık için hem de kıyınalmadık hem de o vaklarda. O vakıldan da şu dabırlarımızdan kalan akıllarımızı pul boğanlık için tıkıp koygan, açımız hep koygan tıllalı boğanlık için kıyınalmayın da açımız şu uğurluk ticaret kılıp ancak gelişimizde bu Mavz'dan öldü. Şunu olalım, siyaset özgürdü bu degen hayal geldik. Anqışı Deng Xiaoping taxtaga çıktı da endi. Deng Xiaoping taxtaga çıkkan vaqtida o sinip fikirleşini yok kıldı endi o. Yani 13 kilometrga arib etken adamlarning hammani yok kıldı. Şu vaqtda Deng Xiaoping burun şu 10 yıl qalpaqni kayda girip diken Deng Xiaoping'a. Sinip fikirleşini yok kılıplarla o 60 qarılmış saçkan tutkan yaxşı müşek dep bu hem adamga kamchilik. Dep chigirini açtı. Bütün adamni qo'yib etdi u. Shu bağında endi bizim ticaret başladık da endi 77 öldü o mavzuda. 78 yıllarda endi resmi işkirlik kirip Xitoydan malni elib chiqib sotadigan menda poyezdlarimiz ichilib ketdi endi. Poyezd yo'lni 62 yili chiqqan Urumchiga, endi oldida poyezd yo'q. Shuni endi bu aralıkta ben demaktiman, benim bir akam şu ticarette 62 yıl qo'lga ilinib 5 yıl turmu deyapti. Çoğun akamiz endi bu. Burun şu G'uljiga chiqib ketgan akamizda. Yana ikkinchisi Bajanxo'da 6 yıl yattı. Ama vaziyat kengaygandan keyin 6 oyda turgan bir akamız vardı. Bu ancha-muncha bir 6 oyda qozoqlik oltin ko'ylganni, yig'ib oltinni yig'ib kelib ancha-muncha setib ishni tijorat qilib atgan. Uni tutib bu oltinni tatib olib Abamız Xitayni ko'yladi, oltinni bo'lmiz shu vaqtda. Kengaygan vaqtlarda endi u bir to'yini yetib chiqdi Buruntoqayda. Buruntoqaydan turmizda. Mana shunday bo'lib bizning oilamizda Xitoyga qarshi shunday ishlar ko'p bo'ldi. Xitoy bizga qarshi bo'ldi. Endi keyindan bu tijoratni qo'yib o'tgandan keyin shu ishga kirdik, shu tijorat bilan shug'ullanib, endi bizim 5 tanga pul topdik-da, endi haq yangi dillamlar chiqqandan keyin bu vaqtdan da pul topdik endi. Pul topib uni kengaytdik. Urumchida tijorat qildik. Urumchida rasmiy zavod bo'lib, zavodning malini chiqib, oqraqni chiqib, shu Urumchi Bejilni bo'yitib, shu butun Xotan, Qashqa, Qumol, Oltoy, Cho'chak, shu Lanju, Sichvanlik Xitoyligini sotdik biz. Top. Shu tijorat bilan shug'ullanib, endi 97-yili endi men bu Kanadaga ko'chib ketdim. Buni ko'chib ketishimdek sabab menda endi. 92-yilda bir o'g'lonni G'uljida Xitoylar o'tirib etdi. 92 o'tirib o'tganda vaqt G'uljida doktorxonada jiq qadamni o'tirilgan bir maxfiy o'tirgan ishlar chiqdi-da endi G'uljida. Abdurish Damirlamda bir bo'lyapti, 42 yosh kirgan, shu biroz o'zi mijoz yo'q bo'lib qolibdi. Shuni bilan doktorxonaga kirsinlarmi 8 kunda o'ligini yaxshilarda endi u. Endi keyin meni o'g'limni o'tgandan keyin apostol yig'ildi, biz Urumchiga ko'chdik. Shu mezgilda yana mening bir navri bir tuqqanim borda, u bir Xitoyni bilan bolasi urushib qoldi. Urushib qolsa, u Xitoy aniga bolasi bo'lishibdi ekan, u chiqib, u Xitoyga so'qishib, 2 yildan keyin doktorxonaga kirsa, u
Aşet edim var iken, ağırıp kalıp şunun bir okulunu saptı. Oy depte şansı bir Uygur ayal kelip okuluna koşu itipti değil mi onda? Şununla yani bulanmayla okul biz tatil itipti, bu kara telmek ayınlap kaldı o, zehirlik okul iken de. Ahir günde 3 vakt, 4 vakt süt içip жүрüp, bir yıldaki un gülep gitti. Vakti benim ıltan atı da bir ne öğrettik ben bu. Şu yıl ise doktorxanada bir nece adamın ötürüyor Xitay. Şunlarla bizden öydüklerinde tolu yığılap Ürümçi köçüp geldik. Ürümçi gelip ben Ürümçi cık ahvallarını bildik endi de. Bizde Saudiga olgandan keyin yenidən bu yerdə pul tapqandan keyin bazı idari cemiyet işleydik Allah'ımız bilen alakalaştık, münasebetleştik. Bağırımız kengaydi de hem de. 90. yılları hem de bu Ürümçi'de şu 92-90 yılları şu Ürümçi'ye kelip gitip turganı aldı da. 93. yılı, 92. yılının ahiri şu Ürümçi'ye küçüp inip geldik. Şu vakta Uygurlarının asli yukarı sotluk işleydiğinin gibi karısı dep birişçe Xitay özü hukuk işlep diken. Adam ötürdü. Bir yıllık, 6 aylık, 4 aylık. Şu hukuk ise çıkarıverse bir yıldaki öldü diken. 6 aylık ise 6 ayda öldü diken de. Şu hukukunu işlep çıkardı azir dedi bizge. Şunu anladık. Sotluk adamlar dedi onu. Yani şu turumda tilini kesip etken adamın var. Tilini kesip etkenlerin şu gap kılanmay, ölmeydi ki yana. Xet yazıp, maksına kutuğalım bakenden şu Uygurlu'nun tilini kesip etken. Şunların uyaklarda elde bu ölüm hüküm kılanlı kında kılıp deydisiniz. Ölüm hüküm kılanlı maksus işki azalarını, kanun doktorunu çakırıp, bütün işki organını ele bilip, ele diken, dağ deyupu deydiğinin tağının buydu bir mazalıkka ülgenin bəymeyi şuya kuyduğun iş çıktı. Uyargen məxsus hərbiyeni saklaydıgan ülegine öy saptı. Uçağı çöğü birini saptı, şu dağ deyupu birini saptı. Bütünley atkan ölüm hüküm kıganının işki azarını elin olduğuna iş 90. yıldan başlayan bu. Hazır ahırda cık gep bağmen depirim onu. Hacımka bu siz boğulunuz ne Gomindan tarafından öldürüldü dediniz. Şinsisey. Şinsisey tarafından. Yani bu aşı devrinin yüzde mesela Meli Gomindan ya ki Gonsendan kelgenliği kim olsun. Mesela bu baylar ile namaratlarını birbirisiyle uğraşık sağgallık hakkında bir yapılan olgattım da siz hem de boğulun biraz şahidi. Qanday amelga oshirdi şu namaratlarla baylarni? Boğumuz qanday şekilde öldürüldü mesela. Bu hafta bir Şansesey'nin o vaxtlarda boğullarımızda bizden öydikilerinin ayağının külünü yoqap gitti. Üligim yok, tirigim yok. Keyin biz 50. yılları anlasak ondan da bir ziyal ededim. Bir 27 bin adam ülep diken Şarkı Türkistan boyunca Şansesey'nin öte geldim. Bir 27 bin diken. Şu orayın tördüldü. O vaxtlardaki biz to'g'rimi vaqtlar Şinsey'nin vaqti. Ama Gülmendan vaqti endi bunu qaçıdagan deb dedi bu Gülmendan vaqti. Onu hozirgi partiya a'zosini o Gülmendanlar firqa a'zosi etdi. Shu vaqtlardami shu masalan Dotey, Şenjan, Chujan deydigan gap bor ekan o Gülmendan vaqtida. Ana degan 49-yilda Magonsendan kelgandan keyin 3 viloyatning qo'ldimi? Hamda Saqchida ishlagan, viloyat boshliq bo'lib ishlagan, Nayaning hokim bo'lgan, bular hammasi chet elga qo'pib qochdi bular. Qochganning ichida hamda Saudiya Arabistonga qochdi, Turkiyaga qochdi, Afg'ondan ba, Pokistondan ba bu Uyg'urlarchi. Saf şu Qashqarlarning yaqinlari endi hozir kelib qolgan. Burunqi ko'nlar o'ldi ular. Onun içinde şunun içinde Tayvan'da 30 neçe öyle geçip diken. Onun Habla Tümen başlık. Litpullah Mutallib'ni ötegen yol bas diken. Şu an ularning xotini Xitoy, Habla Tümen onun xotini Xitoy ekan. Ama bultu Habla Tümen bardan, bir şey barmı yok mu uqmayman. Bultu bar deb anlaganman. Hem şu Tayvan'daki 30 neçe öylikler şu ikisini anladım. Yani bir radyolojisi uygulattım onu anlattım ben de. Qadını qanday olab Xitoy olib ketdimi, ular nim bilib ketdi, uqmadi qamma. Xotinlar Xitoy emasmi? Hacımka bu şu
oğlunuzunki hazır Xitaydan tarafından öldürüp etkenlikini söylediniz. Müştü biraz tepsileyerek mesela bu hazır siz dediniz doğru bir üç şarkılık 6 aydan keyin 1 yildan keyin bana bir hadisler boğanlıkını dediniz. Bu şeyden doktorxonalar hakkında bir ma'lumotimiz bormi mesela bu? Asosiy doktorxonalardan Urumchidagi doktorxonalar bilmayman, lekin G'uljidagi doktorxonada shu vaqtida aydan maxfiy ayda o'tgandan keyin haq ba'zi bilib qolganlar, og'rib qolganlar G'uljidagi doktorga kirmay, shu yerga gapirib Uyg'ur doktorlarni ko'rsatadigan dashmi chiqdi vaqtida. 90-yillargacha. Unda hozirgi vaqtlarda AIDS kasalligining o'kulni musabbib qo'yapti ekan. Anadaki nelik xaroyin çekilme okulunma sas ucuqadagan mında işlim batken. Endi o aqtamak çekkenler G'uljida bek köpeyip ketken. O ma'lum jigimdan 30dan beri ölüp ketdi ya, onu turmaga kirdi, bu ko'rsatib chiqib o'ldi bu balalarimiz. Ay to'pichi ma'lum degan bir ma'lida 36 bola o'libdi. Bir oilada 4-5 bola o'lganlar var G'uljida. Endi ular chekivergandan keyin buni turmaga kirib ketib, turmadan chiqib o'ldi. Endi shu o'kulsan o'ldi-da shu. Okunsanız ölmeydi, yaş ballı tutsanız. Hazır kelgiçi bana bu işlerdi. Urumchi ko'chib kelganda shu tijoratli shug'ullandik, shu sotning odamlari ishlaganlarning deyishchimi, u okulda ishlagan biroz. Endi men yaqinda men o jiq turbatlarni jiq davomli ko'raman. Bu ishga a'zoyini sotadigan ishlarda bu doktorxona Tenjin, Beijing, Urumchida bor ekanda, bu ishga o'rganni ko'chiradigan. Bunun da Libiyalik bir Ahmet degan birisi Tenjin doktorxonaga bir börek saldığını bağın ekan. Onu biz bir Uyg'ur bola tarjimonlik qilgan ekan, men arabcha biladigan. Shuni men bir torbat kezdikdan bir o'qidim, 2-ga 3 yetib qoldi uni. Tenjinda 1,5 ming odam patadigan tafsili yozib qo'ygan o bola. 1,5 ming odam patadigan mana shunday doktorxona yasabdi. Tenjinda ishga azalini ko'chiradigan. Beijing'da bar ekan, Urumchida bar ekan. 2010-yili 10,400 odamni ishga azalini ko'chirgan Xitoy. 2013-yili 80 ming deydi. Endi shu bizning Uyg'urdan yo'qolib ketganlarni shu ishga azalini ko'chiramiz nega deydi? Shu ishga o'rganlarni ko'chirdi. Shundan bir börek 60 ming dollar ekan, bir börek. Ishga börek 120 ming dollar. Jigar 110 ming dollar ekan. Yürek 100 ming dollar. Aşqazon, Üççey hemen almashtırımızda maxsus İsrailiyaning ijinslari var ekan tanishtirdigan. Bütün Amerika, Kanada, Avustraliya, Yevropa, Arab davlatlari pullarimiz şey berib almashtirdi ekan. Endi shu yo'qolib ketgan Uyg'ur hozir bir Uyg'urning 500 ming dollar kerak ekan, ya bir ishga asossi. Unda bo'lgandan Uyg'urni albatta tutib uni boshqa tashlayvermaydi, uni ishga 500 ming dollarga sotib olsa. İşki adamdan 1 milyon dollar olsa 1 milyon dollarını balan chet elda masalan o'qiyotgan bolalarga pul berib da tustani g'alchilarni tarbiyalaydi ekan deymiz. Endi bilmaydi, endi ishki adamning ishini ishga asoslangan pulni berib qo'ysa, unda g'alchidan nechun baqir ekan Xitoy. Hozirgi bu Xitoyning Uyg'urlarning o'limalarini, ziyolilarini qashlab yoshirin o'ltirish siyosatida qanday ishlarni o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'lgandingiz? Endi bu Uyg'urlarningki burun o'limalar hozirgi o'limaga o'xshamaydi. Bu 65 yilning o'limani ish qiladi ya, uni bir diniy maktab bo'lmasa. Yoki bu Qur'on deganlar ravrs bilan bilma o'qiyman, uni tafsiri ma'nosini shishalayman degan odam emas. Şu bir Muhammed Salih, yani Kur'an tercüme kılıp şu adam kaldı, kalan adamla oturup çıkanmadı, öyle tüyüdü hazır hem de. Hem de bu imanlı, buruk ulamalar, onda şey yok da, hazır kıdık, onda tutup, böyle okusan meyli degen de o vakılda. İmam Mevli degen şu atışlık adam, Kışkayık müderris o adam, neçin, min adamını okutuk adamı da o. O vakılarda onda gep yok, burun, gündenden vakılarda. Ma Gönsen'den de yok oldu da bu çekledi bu anda dinle. Endi ma Urumchida İslam daşösi deymiz siz bilirsiniz. O İslam daşösi işleydiğen bizim tanıdığımız adamlarımız var. O maxsus komünistning İslam daşösi hem de o. Xitoyning daşösi de o.
Onun şu Kur'an okuşuna uyguladı. 5 vakit namazda uyguladı. Lakin Kur'an'ın manasını düşünmeydi ular. Onu iman terbiyeli ediyordu maksus. O imanını terbiyeleştin burun aş yazılardan ekilip intam edip aş yallanmını tarihini soruşturup aş yallanmını ekildi ola. Aşılandan terbiyeleydi tarihi en tüven aşında alanı. Ekegendiken andı şu Kur'an'ını uyguladı, 5 vakit namaz uyguladı, vazgeçildi, o Kur'an'ın ne ekenligini düşünmeydi de andılar. Bir mezgili terbiyeli benden uçaçıyla bunun şikayetlik uyguladığı yeri var. Uçaçıya çıkıp şikayet verdi tazı terbiyelep. Xitay buna degenimni deyse, başka gapni demeyse, buna degenim bu iş teşvik kılsa, dep qo'llaganday shahodatnoma berib, andin shu yeziga, shu rayni, shu go'shliq qaytirib imom bo'ladi. Unda o'z oldida bu qolgan imom emas u. Xitoy bir-biridan tarbiyalab chiqargan imom. Uçaçıydı maxsus terbiyelaydigan, şikayet terbiyelaydigan maktab var. Ada nimede sen söylediğinde okuydu, ayet terbiyelaydı onu. Onu bizim adamlarımız var dedi işleydigan. Şulardan tepkiriş şu. Endi bunun işte hazır o imamlar, o Xitay'ın 100% o Xitay'ın adamı o. Onu diye çıkanda şu can baksı boldular. Uzun hayatını etkisi oldu. Endi hazır çıkıp, kokuşularla. Endi şu pullu can baksı oldu. Aylık verdi olağa. Endi işkice hazır mücahit olaraktan ballaçı odasınız. Ola biz internet degen biz Uygurlar için bir mucize oldu da bu. Eğer bu internet olmagan bolsa, bu çigiri takarlık olgan bolsa, dünya muşunda okşaydı Uygur işini bilmegen. Bu internet bizge için bir mucize bu. Her qanday adam hazır bulavaqlanishni internet orqali sizga yo'llaydi, men ko'ralaymiz endi. Shuni bilan bu internetdan jiq foydalanib, jiq bolalar yetishib, yosh bolalar. Davlat degan mandar ekan. Millat degan mandar usul ekan. Bu tuproqni mandar qo'qdaydigan ish ekan degan niyaga endi keldi Uyg'ur. O burunqi vaqtida u xiyol yo'q. O chigir taqoqliq vaqtida sırtı köymügenlikle o xiyal yok. Endi o devletin menen muşunu qo'g'dayman deganini hemen itiraf oldirmasin burunqilarni. Üstüge de o yaş bolalar bilmeydi daha onu. Hazır uyg'onda boshqa chetni köyde yashash degan qanday bo'lganligini bildi. O'zining davlati o'z qanday bo'ldi, davlati yo'q odam qanday bo'lganligini hammamiz sezdik-da endi o chet elga chiqib. Endi bizning da'volarimiz bu asli davlat da'vosi bizning. Bu Uyg'ur da'vosi degan bizning shu davlatimizning da'vosini qilishimiz kerak. Biz ayrim davlatmiz. Hozir bu ayrim davlatmiz. Tushunsa, shu davlat qatorida bizga o'zi shu tajovuzchilik, qirg'inchilik, bulanchilikni olib beryapti. Boshqa gap yo'q u yerda. Shu uchta qonun bor bizda. Boshqa qonun yo'q u yerda. Shu bulanchilik, qirg'inchilik şu eninde başka kanun yok ya. Mesela İlhan Tokturma endi o o'qigan bo'lgandan keyin mush Beijingda chiqargan qonunni bizga o'xshash ijro qilib qo'yamiz degan deb so'zladi-da o bicharma. Unda emas, bizni ayrim ko'radi-da bu Xitoy. Agar ayrim ko'rmaydigan ish bo'lsa, ichkilikka o'xshash muomala qisilmaydi. Unda qilmaydi, aslida bu ayrimiz. Hazırki bu şu uzun yıl ketelde mi yaşayatsız, keteldik Uygur teşkilatları, Uygurlar mı kiratsız? Şu umumi Şarkı Türkistan davasına siz ümitli mi, qanday qaraysiz? Yani Şarkı Türkistan sizce bir azatlık buluş ihtimali var mı sizce? Yani ne mi oylayısınız? Endi o Şarkı Türkistan qanday bo'lsa biz ayrım bulamiz bir kuni. Bu vaqt meselesi de endi. Unda bo'lmaydigan ish yo'q. Tonağı yakan namını bir tarafından pişmeydi, o şekil tarafından taraf pişirdi. Onu ham komuru yakınan mayda pişkandı, komuru da koyacak. Şuna bakışız, bu Şarkı Türkistan'la hazır bu devlet kuranmayımız deyilmen gap degen, o aslında yallanmanın gibi buluşu mümkün. Biz çokum o azat oldu o. Mümkün emas, azat olmayı mümkün emas. Biz çokum azat bulunuz. Demişkisi Xitay devamlılık bunda duruyor. Onunla hiç bulmuş bir Cenab-ı Allah'ın balay afetlerinden biri bitiyordu o. Bir aydıysa. Asan bu.
Bunda qirg'inchilik qilavermaydi bizga. Endi biz ayrim davlat, bizning qonun yo'q. Bizning da'vorimiz yaxshi emas. Da'vo to'g'ri emas. Da'voni qilish uchun maxsus arabchani yaxshi o'qigan, inglizcha universitetlarni bitirgan chet elda, germancha chet elda universitetlarni bitirgan, rus Moskvada o'qigan, yaponda o'qigan mushunda yoshlar o'tirg'i chiqish kerak-da. Bu o'tirg'i chiqqandan keyin bu yoshlar nima ish qiladi desangiz, men demokratiya bilaman, men demokratiya Xitoy bilan birlashishman degan gap u nol. Xitoy demokrat bo'lib qoldi. Nurg'un davlatlarga biz arz qilishimiz kerak. Bizning ahvolimizni tushuntirishimiz kerak. Birlashgan Davlatlarga tushuntirishimiz kerak, arz qilishimiz kerak, xalqaro sudga arz qilishimiz kerak. Misol, nurg'un xalqaro tashkilotlarga arz qilishimiz kerak. Mush 20 davlat bir taraqqiy qilib 20 davlatlarning tashqi ishlariga arz qilishimiz kerak. Bizning qonunliq bir da'voda bizning o ayrim bir davlat bo'lgandan keyin, misol Xitoy, Yapondagi, Filippindagi bir dengizning o'rtasidagi bir xato tashdi, bir oilami yo'q, bir xato tashni 70 million meni demay, endi qo'pib meni deb bizni urush e'lon qilimi deb yursa, bizning shu qatalik zamin 30 million odam bor. U yana biz gapirmaydi. Endi shu davoni sen tashni meni deding. Sen ay 1.860.000 kvadratni chegaramizni ayrim bu necha million millatni sen tajovuz qilib besib olib bugungi kunda sen benimse bizninkini deydigan adam chiqish kerak-da o'tirga. Unda buni demokratiya olamiz desa bizni deb qo'ysa uni kim anglaydi bu gapni? Hech kim anglamaydi bu gapni. Aka, bundan keyingi hayotingizga salomatlik tilayman. Texnik ko'p utuqlar, salomatlik sizga bo'lsin. Sizga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi hayot shohidlar suhbat programmamiz musharraf bo'ldi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimiz ko'rishgacha omon bo'linglar.